9-trek. 12-kecha. Ey saodatli shoh, deb so'z boshladi Shahrizod. Qalandar hikoyasini davom ettiribdi. Xotinlar, xalifa, Ja'far va boshqalar tinglabdilar. Amakim o'g'lini tepdi. Men hayron bo'ldim. Kuyib yondim. Axir shunday yigit, shunday jonni bu holda ko'rgach kuymay bo'ladimi? Amakimga bu azob yetmasmidiki, siz buning ustiga chiqib tepasiz dedim. Ey birodarzodam, dedi u. O'g'lim juda yoshlikdan yaqiniga ko'ngil qo'ygan. Men uni bu yo'ldan qaytarib, bir-biridan uzoq saqladim. O'zimcha hali sag'irlar der edim. Katta bo'lishgach bir-birlari bilan topishdi. Eshitdim, lekin qattiq tanbeh berdim. Bungacha hech kim qilmagan, bundan so'ng ham hech kim qilmaydigan jinoyatdan saqlan. Bo'lmasa o'lgunimizcha el yurt orasida, hatto boshqa mamlakat shohlari o'rtasida bu isnoddan qutula olmaymiz. Hamma bizga la'nat o'qiydi. Agar shunday ish bo'lsa yomon azob beraman, qiynab o'ldiraman dedim. Birovlarini ko'risha olmagach, o'g'lim yer ostidan o'ziga joy hozirlabdi. O'zing ko'rgandek u yerga oziq ovqat to'plabdi. Ovga ketganimdan foydalanib bu yerga kelishibdi-yu, jazolarini tortishibdi, dedi-da o'zini to'xtata olmay yana yig'lay boshladi. Men ham yig'ladim. Birdan amakim, endi uning o'rniga sen o'g'il bo'l, dedi. Men ancha vaqt dunyo hodisalari ustida fikrga cho'mdim. Otamning vaziri tomonidan o'ldirilishi, uning o'rniga vazirning shoh bo'lishi, ko'zimni o'yishi, amakivachchamning ajoyib voqeasi hammasi birin-ketin ko'z o'ngimdan o'tdi. Yig'ladim. So'ng biz yuqoriga chiqdik. Qopqoqni o'rniga qo'ydik, tuproq tortdik. Qabrni oldingi holiga keltirib suvab, joyimizga qaytdik. Hali o'tirganimizcha ham yo'q ediki, nog'ora, karnay-surnay tovushlari eshitilib, hamma yoqni chang to'zon bosdi. Bahodirlarning baqiriq hayqiriqlari, to'da otlarning galma-gal kishnashlari, odamlarning qiychuvlari juda yaqindan eshitilardi. Biz hayron bo'ldik. Shoh voqeani so'radi. Birodaringizning vaziri deyishdi odamlar. Behisob askarlar bilan kelib shaharga hujum qildi. Odamlar ularga bardosh bera olmay shaharni topshirdilar. Agar chiqsam, otamning askarlari meni taniydi. Etlarimni bir-birdan qilib qarg'a quzg'unga tashlaydi der edim. Otam voqeasini, onam xotirasini o'ylar, nima qilishimni bilmas edim. Kiyimimni o'zgartirib, soqolimni qirdirdim va shahardan chetga qochdim. Voqeani xalifa Harun ar-Rashidga yetkazish maqsadida bu shaharga yo'l soldim. Kechasi shaharga kirib keldim. Qayoqqa borishimni bilmay hayron bo'lib o'tirgan edim. Bir qalandar yetib keldi. Unga salom berdim. Borar joyim yo'q, musofirman degan edim. U menga, men ham sizga o'xshash g'aribman, dedi. Sho'rada 3-chi hamroh yetib keldi. U bizlarga salom berdi-da, musofir ekanini aytdi. Bizlar ham unga o'zimizni tanitdik. 3 g'arib yo'lga tushdik. Qorong'ilik bosdi. Yurish mumkin bo'lmay qoldi. Nasib sizlarga eltdi. Mana mening soqol qirdirishim bilan ko'zimning nobud bo'lish voqeasi. Boshingni qutqaz, jo'na, debdi unga beka. Boshqa birodarlarim voqeasini eshitmaguncha ketmayman, debdi qalandar. Hammalari hikoyaga ajablanibdilar. Bunaqa voqeani endi eshitishim, debdi xalifa Ja'farga. 2-chi qalandar qo'zg'alib yer o'pgach, hikoyasini boshlabdi. 2-chi qalandar hikoyasi. Men shoh o'g'li Shahzoda edim. 7 xil qiroat bilan Qur'on o'qir edim. Eng katta olimlarga dars berardim. Ilmi nujumda, tib ilmi, adabiyotda va boshqa ilmlarda zamonaning yagonasi bo'ldim.
o'z vaqtida mening oldimga tushar kishi yo'q edi. Shuhratim ham, ta'rifim ham boshqa mamlakatlarga yoyildi. Dunyo podshohlarining qulog'iga ham yetdi. Hind podshohi ko'p hadiya va tortiqlar yuborib, otamdan meni so'radi. Otam 6 ta kemani jihozlab bizni kuzatdi. Rosa bir oy daryoda kezdik. Daryo qirg'og'iga yetgach, kemadagi ot va tuyalarni tushirdik. 10 ta tuyani yasatib, atalgan tortiqlarni unga yukladik. Birozgina yurgan edik, yerdan chang to'zon ko'tarilib, hamma yoqni qopladi. Kunduz soat 1lar chamasi edi. Qarasak, 50 ta otliq kelyapti. Ular temir sovut kiyishgan, xuddi arslon kabi vahimali edi. Ular yo'l to'suvchi qaroqchilar ekan. Bizning ozchilik ekanligimizni va qimmatli mollarimizni ko'rib, biz tomonga ot solishibdi. Biz ishora bilan Hind shohi yoniga ketayotgan vakillar ekanimizni aytib, ozor bermasliklarini so'radik. Ular biz Hind shohiga tobe emasmiz deb hujumga o'tdilar. Qullarning bir qismi jangda halok bo'ldi, bir qismi qochdi. Men ham qattiq yarador bo'lganimdan keyin qochdim. Qochgan bo'lsam ham quruq gavdamni qutqazdim xolos. Bor mol va mulkimni qaroqchilar tortib oldilar. Qayoqqa borishimni bilmas edim. Aziz edim, xor bo'ldim. Oyog'im tortgan tomonga yo'l soldim. Bir tog' cho'qqisiga chiqdim. Tong otguncha o'sha yerdagi g'orda yotdim. Tong otgach yana yo'lga tushib, Omira degan obod shaharga yetdim. U yerda qish ketib bahor kelgan, har tomon ko'k maysalar, chechaklar bilan bezangan edi. Ariqlarda suvlarning shildira boqishi, gala-gala qushlarning yoqimli sayrashlari ko'ngillarga allaqanday shodlik baxsh etardi. Shunday joyga yetganimga sevindim. Tashvish tortganim va charchaganimdan rangim sarg'aygan edi. Qayerga bosh suqarimni bilmas edim. Muyulishda bir do'konga ko'zim tushib, unga yaqinroq bordim. Tashqaridan razm solsam, moshkichiri soqolli, qotma bir odam tirsak kamzulga jiyak o'tkazar edi. Ichkari kirib salom berdim. Qo'l berib ko'rishdi-da, "Xush keldingiz" deb o'rin ko'rsatdi. O'tirib fotiha qildim. Qayoqdan va qanday sabablar bilan kelganimni so'radi. Voqeani boshdan oyoq hikoya qildim. Tikuvchi menga achinib, "Zinhor bazinhor bu voqealarni hech kimga izhor qilma" dedi. Aks holda shahar shohidan jazolanishing aniq. Chunki u sening otangning ashaddiy dushmani, payti kelsa har narsa qilishdan ham qaytmovchi kishi. Men uning gaplarini tinglar edim. Dasturxon yozib, choy, non keltirdi. Birga choy ichishdik. Kechasi bilan so'zlashib o'tirdik. Kechqurun do'koni yaqinidagi bir joyga olib bordi. Ko'rpa yostiq keltirib, menga joy hozirladi. 3 kun u yerda turdim. So'ng mendan "Biror hunaring bormi?" deb so'radi. Fatvo ilmiga, kitobat, chiroyli yozuv ilmiga, hisob, handasa ilmiga va boshqa ilmlarga mohirman dedim. Izoh: handasa, geometriya. Bu ilmlaringga bizning joyda talab yo'q. Bu shaharda ilmlar emas, o'quv, yozuvni biluvchi kishining o'zi yo'q. Bu shahardagilar faqat molni biladilar. Shu aytganlarimdan boshqa hech narsani bilmayman dedim. Bo'lmasa belingni mahkam bog'la, qo'lingga bolta bilan o'roq ol, ana u yalang joydan to'nka kovla. Bir tirikliging o'tar, lekin siringni hech kimga bildirma, o'ldiradilar, deb ta'kidladi. O'zi menga bolta, arqon keltirib, o'tinchilarga qo'shib yubordi. Ularning menga yordam ko'rsatishlarini iltimos qildi. Men ular bilan birga o'tin olib kelishga bordim. Kechgacha to'nka kovladim. Bir bog' o'tinni boshimga qo'yib, bozorga olib bordim. Yarim dinorga sotdim. Pulning bir qismini sarf qilib, bir qismini saqladim. Rosa 1 yil shu holda kun kechirdim. Bir kun odatdagicha to'nka kovlashga borgan edim. Yo'g'on bir ildizga duch keldim.
Ildiz juda pastga cho'zilgan ekan. Ancha chuqur kovlashga to'g'ri keldi. Birdan boltaning yuzi bir temirga borib tekkanday bo'ldi. Yana chuqurroq kovlab, tuproqni yuqoriga tortdim. Haligi temir yer ostiga o'rnatilgan bir eshikning halqasi ekan. Eshikni ko'tardim. Qarasam, eshik ostiga narvon qo'yilgan ekan. Narvondan asta pastga tushdim. Katta bir darvoza bor ekan. Darvozadan ichkari kirdim. Hayhot! Alohida ziynatlar bilan band qilinib ishlangan saroy ekan. U yerda dildagi har qanday qayg'u alamni yemiruvchi, har qanday so'fining ahdini buzdiruvchi oliyjanob bir xotin bor ekan. Shunday ham ko'rkam inson dunyoda yaratilarmi deb yoqamni ushladim. Ikki bukilib salom berdim. Xotin menga qaradi. "Jinmisan, odammisan?" deb so'radi. "Odam," dedim. "Seni bu yerga kim keltirdi?" 25 yildan beri men bu yerda yashab odam zotini uchratmagan edim, dedi. Uning juda yoqimli so'zlari meni butunlay maftun qildi. "Meni bu yerga baxt yulduzi yubordi," dedim. Butun voqeani boshdan oyoq hikoya qildim. U mening kulfatlarimga achinib yig'ladi. Men ham o'z sarguzashtimni so'zlab beray deb quyidagicha hikoya qildi. Obnus jaziralarining egasi Aftimus degan shohning qiziman. Dadam meni amakimning o'g'liga uzatmoqchi bo'ldi. Nikoh kechasi Iblis xolasining nabirasi Jirjis ibn Rajmus degan dev meni olib qochib shu yerga keltirdi. Kiyim-kechak, zebu ziynat, yeyish-ichish va boshqa kerakli narsalarni ham shu yerda hozir qildi. Har 10 kunda bir keladi. Bir kecha qo'nib, o'z yo'liga ketadi. Kechmi, kunduzmi bir zarurat yuz bersa, ana shu devorga yozilgan 2 satr ustidagi qubbaga qo'limni bosaman. Qo'limni olmasdanoq u hozir bo'ladi. Bugun uning ketganiga 4-kun. U yana 6 kundan keyin keladi. Mening oldimda 5 kun tura olmaysanmi? Kelishidan 1 kun oldin ketar eding. Sevinganimdan yaxshi dedim. U ham xursand bo'lib o'rnidan turdi. Gumbazli uyga olib kirganida qarasam juda ham chiroyli, ozoda bir hammom ekan. Men yechinib issiqxonaga kirdim-da biroz o'tirdim. So'ngra yuvindim, hammomdan chiqdim. Xotin bir o'rindiqqa o'tirishga taklif qildi. Shirin suv bilan ovqat keltirdi. Taomlardan yeb so'zlashib o'tirdik. U menga "Charchagansan, uxlab dam ol" dedi. Yotdim. Butun tashvishlarimni unutdim. Minnatdorlik bildirib uxladim. Keyin uyg'ondim. Qarasam, xotin oyoq tomonimda o'tirib, oyog'imni uqalar edi. Yer ostida bir o'zim 25 yildan beri yashab, juda siqilganman. So'zlashga odam topa olmas edim. Sening kelishing ajoyib baxt bo'ldi, deb quyidagi she'rni o'qidi. Aylagan chog'ingda tashrif bildirish lozim bo'lur. Chunki bu ko'z gavharim yo'lga payandozim bo'lur. Molu dunyo tuhfa etmoqlikqa yetmas qurbatim. Jonni men tutsam qabul etsang, bu e'zozim bo'lur. She'rni eshitib hadsiz quvondim. Uning muhabbati dilimga qattiq o'rnashdi. Kechni umrda ko'rmagan shod va shirinlik bilan suhbatlashib o'tkazdik. Har ikkimiz shod va mamnuniyat bilan suhbat qilardik. Seni mudhish dev panjasidan, qorong'i zindondan qutqazib, yorug'likka olib chiqmasam qo'ymayman dedim. Xotin kuldi. Shoshilma, tinchlan dedi u. 10 kunning faqat 1 kunda dev bu yerda bo'ladi. Qolgan 9 kunni sen bilan soz va suhbat qilib o'tkazamiz. Men uni qutqazishga belimni mahkam bog'ladim.
Go'yo shu soatdayoq qubbani bossam dev kelsa-yu, u bilan kurashib o'ldirsam der edim. Xotin bu she'rni o'qidi. Firoq otiga minib, sayr etishni havas qilma. Olib ketar seni u ko'p yiroq-yiroqlarga. Shoshilma, ko'p yetasan, tez yetishga intilma. Seni duchor qilur ishq og'ir firoqlarga. Ta'sirchan she'r ham fikrimdan qaytara olmadi. Qubbani bosdim. Qissa shu yerga yetganda tong otdi. Shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi. 10-trek. 13-kecha. Ey saodatli shoh, deb davom etdi Shahrizod. Qalandar hikoyasini davom ettiribdi. Qubbadan qo'limni olmasdanoq birdan hamma yoqni qorong'ilik bosib, zilzila paydo bo'ldi. Chang to'zon ko'tarildi, meni xavf bosdi. Xotin menga, senga aytdim, quloq solmading. Mana dev ham yetib keldi. Endi o'zingni qutqaz, kelgan yo'lingdan jo'na, dedi. Qo'rqqanimdan kavushimni, boltamni tashlab orqamga qaramay qochibman. Ikkinchi zinaga qadam bosganimni bilaman, yer yorilganday bo'ldi. Uning ostidan mudhish va dahshatli dev chiqib keldi-da, xotinga qarab, "Nima uchun shunchalik qattiq va shunchalik shoshilinch xabar qilding?" dedi. "Hech narsa bo'lgani yo'q, faqat yuragim siqildi. Ko'ngil ko'tarish uchun biroz may ichdim. Hojatga bormoq uchun o'rnimdan turgan edim, boshim og'irlik qilib yiqildim. Boshim qubbaga tegdi", dedi xotin. "Aldama alchoq xoin", deb dev bukirib o'ngga chapga qaraganida ko'zi bolta bilan kavushga tushdi. "Bu narsalar shubhasiz odam kelganidan xabar beradi. Kim keldi, ayt", dedi dev baqirib. "Men hozirgina ko'rib turibman, balki ular o'zingga ilashib kelgandir", dedi xotin. "Bu bema'ni gaplarni qo'y. Bu gaplar bilan meni alday olmaysan, rostini ayt", dedi dev. Keyin u g'azab bilan xotinining bo'yniga sirtmoq solib siqa boshladi. Xotinning alam diyda yig'isini eshitish menga g'oyat og'ir edi. Toqat qila olmasdim. Titraganimcha yuqori ko'tarildim. Eshikni avvalgisiday qilib bekitdim va tuproq tortdim. Qilgan bu noma'qulchilik ishimga o'zimni o'zim koyirdim. Bechora xotin, uning husni, mal'un dev unga qanday azob berayotgani ko'z oldimdan bir dam nari ketmasdi. 25 yildan beri u bilan yashagan bo'lsa ham xotin azoblanmagan edi. Endi-chi men aqlsizning dastidan azoblanayotir deb kuyinardim. Esimga shu bayt keldi. Falak yetursa jafo senga, tortmagin tashvish, bo'lursan ertasi shod, bu falak fani shu emish. Tikuvchi birodarim tomon yo'l oldim. Meni kutayotgan ekan. Meni ko'rishi bilanoq o'choqqa o't qaladi. "Kechadan beri sendan xavotir olib, ko'nglim notinch edi", dedi tikuvchi. "Vahshiy hayvonlardan yoki boshqa biror narsadan kulfat yetmaganmikan deb xafta edim." Keyin u qoziqqa ilig'liq olacha to'nning yoqasini yo'rmay boshladi. Uning g'amxo'rligi uchun minnatdorlik bildirib, o'z hujramga kirdim. Boshdan o'tkazgan voqealarni o'ylay boshladim. Qubbani bosib, aqlsizlik bilan qilgan ishimga pushaymon bo'ldim. Birodarim tikuvchi kirib keldi. "Do'konga seni ajamlardan bir kishi so'rab keldi", dedi u. "Uning qo'lida sening kavushing, boltang bor. Aftidan u kishi ertalab namozga keta turib, kavush bilan boltani yo'ldan topib olgan bo'lsa kerak. Odamlardan so'raganda ular seni turar joyingni ko'rsatib berganlar. Hozir u odam do'konda. Borib narsalaringni ol-da, u kishiga minnatdorlik bildir." Bu so'zni eshitganimdan keyin rangim oqardi. Ahvolim o'zgarib, chehramda qo'rquv alomatlari paydo bo'ldi. Shu orada bilmadim, yerdanmi, osmondanmi qayerdandir haligi kishi kirib keldi. Qarasam, o'sha dev. Xotinga dahshatli azob bergan bo'lsa ham, undan aniq bir narsa bila olmabdi.
Kavush bilan boltani qo'lga olib, agar men iblis zurriyotidan Jarjis bo'lsam, buning egasini topmaguncha qo'ymayman deb qasam ichgan ekan. To'ppa-to'g'ri odamlar yoniga kelib, yuqoridagicha kavush bilan boltani yo'ldan topganini aytibdi. Ular meni ko'rsatishgan ekan. Hujramga kirdi-yu, birdan meni ko'tarib uchdi. Yuqori ko'tarildi. So'ng pastga sho'ng'ib yerga tushdi. Men o'zimni yo'qotayozgan edim. Meni xotin o'tirgan uyga olib kirdi. Bechora xotinning butun a'zoyi badani qonga bo'yalgan edi. Ko'zlarim jiq yoshga to'ldi. Xotinni sudrab yonimga keltirdi. "Ey xotin, oshig'ing", dedi u bo'kirib. Xotin menga qaradi-da, "Men buni tanimayman. Buni faqat hozir ko'rib turibman", dedi. "Bo'lmasa", dedi dev, "qilichni olib uning bo'ynini uz." Xotin qilichni olib menga yaqin keldi. Qoshim bilan unga ishora qildim. Ko'z yoshlarim duv-duv oqar edi. Ishorani sezdi. Menga imo bilan "Shu tashvishlar sening dastingda" deganday bo'ldi. "Kechiring", dedim. Qalb tili bilan shu she'rni o'qidi. Ko'ngil siriga tilim goh tarjimonlik etar, sirimni fosh etar xalq aro yomonlik etar. Duchor kelsam agar dilbarimga menu lolu, meni himoya qilib shunda nuqtadonlik etar. Kelurda rahmi menga hajr o'rtagan tunlar, sekin-sekin gapirib goh shirin zabonlik etar. "Men", dedi xotin, "bir umr tanimagan gunohsiz bir kishini qanday qilib kallasini olaman, hayotiga zomin bo'laman?" U qilichini uloqtirib ketiga tislandi. Dev, "Sevgilingni o'ldirish albatta sen uchun og'ir", dedi-da menga tikildi. "Bu xotinni taniysanmi?" dedi u salmoqlanib. "Kim o'zi u? Men uni birinchi marta ko'rishim." "Agar tanimasliging, birinchi ko'rishing aniq bo'lsa, bu qilichni ol va xotinning tanidan kallasini judo qil. Shundagina so'zingga ishonaman, shundagina seni azobdan ozod qilaman", dedi dev. "Yaxshi", dedim va astoydil qilichni qo'lga oldim. Xotin yoniga bordim. Qilichni ko'tardim. Xotin ishora bilan o'zining gunohsizligini bildirdi. Men ham jon berib uni saqlashga tayyor ekanimni ishora bilan anglatdim. Ko'zlarimdan tinmay yosh oqar edi. "Ey zo'ravon Bahodir", dedim devga. "O'zing ko'rib turibsan, u xotin boshi bilan meni tanimagani uchun begunoh qilich urishga jur'at qila olmadi. Endi men qanday qilib tanimagan xotinga qilich uray? O'lsam ham bu ishga rozi bo'lmayman", deb qo'limdagi qilichni uloqtirib tashladim. "Oralaringizdagi sevgi bir-biringizga ma'lum. Qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi, albatta. Bir-biringizga ozor bermasligingiz tabiiy. Men sizlarga shunday mukofot berayki, umringizda bu hol doimiy saqlanib qolsin", deb qilichni qo'liga oldi. Xotinning bir qo'lini uzdi. Qayta qilich urib, ikkinchi qo'lini uzdi. Shu yo'sinda o'ng oyog'ini, chap oyog'ini qilich bilan uzdi. Uzilgan a'zolarning har qaysisiga yana bir qayta qilich soldi. Men ko'zimni olmas edim. Xotin xuddi ko'rib turibsanmi deb xayrlashayotgandek menga tikilib turardi. Iblis buni payqadi. "Hali ham ko'zing ko'rar ekan", dedi-da qilich bilan xotinning boshini uzib menga yuzlandi. "Bizning shariatda", dedi u, "xotin zino qilsa uni o'ldirish kerak. Nikoh kechasi uni olib qochganimda 12 yashar qiz edi. Mendan boshqani ko'rmagan edi. Har 10 kunda men ajam suratida bir kelib ketar edim. Xotinning mana shunday xiyonatini aniqlagach uni o'ldirdim. Ammo sening ishing boshqacha. Sen meni aldading deb ayta olmayman. Lekin seni zararsiz ham qo'ymayman. Faqat sen o'z xohishingni ayt", dedi. Men xursand bo'lib kechirim so'radim.
Yo'q, seni albatta sehrlash kerak, dedi dev. Lekin it suratidami, eshak suratidami, maymun suratidami, buni tanlashing mumkin. Butunlay kechirishim hech mumkin emas. Juda ko'p iltimos qildim, faqat rad javobini berardi xolos. Shundan so'ng birdan meni ko'tarib uchdi. Shunday yuqori ko'tarildiki, ko'zimga yer suv o'rtasidagi tuxumdek ko'rinar edi. Meni bir tog' ustiga o'tkazdi. Yerdan birozgina tuproq olib, bir narsalar deb unga shivirladi-da, baland ovoz bilan: "Bu suratdan chiqar, maymun suratiga kirit", deb tuproqni menga sochdi. Shu vaqtdan boshlab yuzga kirgan maymun suratiga kirdim. O'zimning xunuk basharamni ko'rib, yum-yum yig'ladim. Zamon kulfatiga chidashga majbur bo'ldim. Chunki baxt doim bir xilda turmasligini bilardim. Tog'dan pastga tushdim. Bir oy chamasi yo'l yurib, sho'r daryo sohiliga yetdim. Balandroq bir yerga chiqib o'tirdim-da, atrofni ko'zdan kechira boshladim. Shu vaqt ko'zim daryo o'rtasidagi bir kemaga tushdi. Kema sohil tomonga sur'at bilan kelardi. Men daryo labidagi toshlar orasiga yashirinib, kemaning kelishini kutib turdim. Yetib kelishi bilanoq lip etib kemaga joylashdim. Mening chiqqanimni ko'rgan bir yo'lovchi: "Uni ko'rdinglarmi? Haydanglar u shum qadamni", deb baqirdi. "Ajali yetgandir", dedi darg'a. "Mana shu qilich bilan o'ldiraman", dedi uchinchisi. Men darg'a yoniga borib suykaldim. Ko'zimdan yosh oqar edi. Uning rahmi keldi. Savdogarlarning menga ozor bermasliklarini ta'kidladi. Kemachi nima desa darrov bajardim. Uning har qanday xizmatini o'z vaqtida o'rniga keltirdim. Unga ko'maklashdim. Menga darg'aning muhabbati tobora ortib bordi. Kemamiz yeldek uchardi. 50 kunda bir shaharga yetib keldik. Shahar katta, odamlar behisob ko'p ekan. Kema to'xtagan hamon bir qancha hukumat vakillari yugurib kelib, savdogarlarga salom qildilar-da, shu so'zlarni dedilar: "Shoh sog'ligingiz va muvaffaqiyatlaringiz bilan tabriklab, shu gul qog'ozni sizlarga yubordi. Har kim qog'ozga bir qator xat yozsin", deb buyurdi. Men tikka turib qog'ozni olishga harakat qilar edim. Ular qog'ozni yirtib qo'yadi deb mendan qo'rqib olib qochishar, meni baqirib haydashardi. Voqea shunday ekan. Shohning eng xushxat vaziri o'lgan ekan. Podshoh o'shanday xushxat bir kishini topib vazir qilmoqchi bo'libdi. "Men yirtmayman, yozaman", deb ishora qildim. "Men bunaqa ziyrak maymunni endi ko'rdim", dedi darg'a. "Qog'ozni beringlar. Agar yoza olsa, men o'g'il qilay. Yoza olmasa, qog'ozni ishdan chiqarsa, uni jazolaylik." Qog'ozni menga berdilar. Men xatti ruqo, xatti rayhoni, xatti suls va nasx xatlarining har turi bilan 2 baytdan chiroyli qilib yozdim. Izoh: ruqo, rayhoni, suls, nasx xatlari, chiroyli yozuv turlari. Saxovat ahli nomi dostonlarda yozilmishdir. Fazilat durlari nazm iplariga o'tkazilmishdir. Sening lutfing bilan fazlingni qanday jam etish mumkin? Quyoshdek keng jahonga fazlu ihsoning yoyilmishdir. Qalam sohiblari el xizmatidan manfaat ko'zlar. Havo iqlim bilan suv singaridir u degan so'zlar. Yozar har satri anhor bo'lsa qoldirgan asar daryo. Uning nomi kitobat ko'kida portlovchi yulduzlar. Sen mudom shod qilish maqsadida ur qalaming. Nega darkor biz uchun hasratingu qayg'u g'aming.
seni shod etmas ekan ruq'ang agar qo'y yozma, o'chirur bazm shamini ila eskinda daming. Izzat hurmat istar bo'lsang yomon yozma, yaxshi yoz. Ta'ma qilma, muruvvatning siyohiga qo'l cho'zma. Nozu ne'mat xazinasi siyohdoning qanday soz, shunday ulug' dasturxonning mavsumini o'tkazma, degan misralarni yozib qog'ozni topshirdim. Shohga olib borib berdilar. Aftidan shohga faqat mening xatim ma'qul bo'libdi. Boringlar, debdi shoh navkarlariga. Mana shu xatning yozuvchisini topinglar, saripo kiygizinglar, aravaga o'tkazib keltiringlar. Buni eshitib navkarlar kulishibdi. Men buyruq berayotirman, sizlar kulasizlar, deb g'azablanibdi shoh. Bizlar sababsiz kulmadik, ey muhtaram shoh, deyishibdi navkarlar. Qanday sabab? Debdi shoh g'azab bilan. Ey shoh, debdi navkarlar, sen aytgan xatning yozuvchisi odam emas, kemachining kemasidagi bir maymun. Chinmi? Debdi shoh. Ha, chin, deyishibdilar. Shoh bu so'zga hayron bo'lib shodlanibdi. Kemachidan sotib olaman, debdi u. Keyin qimmatbaho saropolar bilan maxsus arava jo'natibdi. Men kemada edim. Kemachidan meni so'roqlab, egnimga saripo kiygizdilar, aravaga o'tkazdilar. Xaloyiq hayron bo'lib, hech kim mendan ko'zini olmas edi. Meni shoh huzuriga olib kirdilar. Shoh oldida 3 bor tiz cho'kib ta'zim qildim. Shoh o'tirishga buyurdi. Men tiz cho'kib o'tirdim. Turganlarning hammasi muomalamga qoyil qoldilar. Hammadan ortiq shoh dong qotgan edi. Shoh hammani tarqalishga buyurdi. Saroyda men, ulug' shoh, Tavoshi va bir kichik qul qoldik. Shoh dasturxon yozishni buyurdi. Dasturxon yozildi, ovqat keltirildi. Turli qush go'shtlaridan hozirlangan rangavorang ovqat ko'zlarni qamashtirardi. Shoh ovqat yeyishga ishora qildi. Hurmatiga o'rnimdan turib ta'zim qildim. Birga ovqatlandik. Dasturxon yig'ilgach o'rnimdan turib qo'limni yuvdim-da, dovot qalam oldim. Devoni xat bilan 2 ruboiy yozdim. Qo'y suti dardga davo, asal ayni muddao. Sen uchun yaratilmish, yeyish sen uchun ravo. Bog' ko'zlar dasturxonga, bu ne'mat sen insonga. Saralab ye, tanlab ye, duchor bo'lma luqmonga. Yana 2 ruboiy yozdim. Sariq yog' ye, xoh asal, bo'lmayin desang kasal. Yeganlarda armon yo'q, yemagan zarbul masal. Nafs to'ysa ham ko'z to'ymas, qo'ling olishni qo'ymas. Ajdaho bo'lsang ham sen, to'ygandirsan endi bas. Yozuv varaqasini shoh oldiga surdim va o'rnimdan turib uzoqroq borib o'tirdim. Yozganimni shoh olib o'qib hayron bo'ldi. O'z-o'ziga, maymunda ham shuncha san'at bo'ladimi? Axir bu xat hech kim yoza olmaydigan ajoyib bir husni xat, der edi. Bir vaqt shoh mening oldimga shaxmat taxtasini surdi-da, "Shaxmat o'ynashni bilasanmi?" deb so'radi. Men boshim bilan ha deganday ishora qildim. Donalarni taxtaga terdim. 2 marta o'ynadim. Har 2 o'yinda ham shohni mot qildim. Shoh hayron bo'lib, agar bu odam bo'lsa, zamonasining eng yuqori va eng ilmli kishilaridan biri bo'lar edi, derdi o'z-o'ziga. Qizim Malikani chaqir, kelsin. Bu ajoyib maymunning tahsinga sazovor san'atlarini ko'rsin, dedi shoh Tavoshiga. Tavoshi ketdi. Bir damdan keyin qaytdi. U bilan birga xonning qizi Malika ham kelardi. Meni ko'rgach, Malika birdan yuzini yashirdi. "Ey ota, begona erkak huzuriga meni chaqirishga qanday qilib rozi bo'ldingiz?" dedi Malika.
Jon qizim, oldimda kichik qul, o'zingning cho'ring, tavoshi va maymundan bo'lak hech kim yo'q-ku. Kimdan yashirinayotirsan, dedi shoh. Bu maymun Obnus jaziralari podshohi Emorning o'g'lidir. Iblis avlodi Jarjis degan dev buni sehr qilgan. U dev Aqnomus shohning qizini o'ldirgan. Sen maymun deb o'ylagan bu odam zo'r olim va aqlli kishi, dedi qiz. Shoh qizining so'ziga hayron bo'lib menga qaradi. Bu gaplar rostmi deb so'radi mendan. Boshim bilan to'g'ri degandek ishora qilib yig'ladim. Sen qayerdan bilding deb so'radi shoh qizidan. Yoshligimda meni tarbiya qilgan enaga kampir jodugar edi, dedi qiz. Menga u o'zining sehr qilish hunarini o'rgatgan. Men o'rganib olgan edim. 170 xil sehrlashni bilaman. Kichik bir xil sehr bilan shahar g'ishtlarini Qof tog'ining orqasiga uydiraman. Shahar ichini to'lib oqar daryoga aylantiraman. Shahar xalqini esa daryoda yashovchi baliqlar suratiga kiritaman. Unday bo'lsa, dedi shoh, bu yigitni qutqaz. Men bu aqlli ziyrak yigitni o'zimga vazir qilay. Jonim bilan, dedi malika. Keyin u qo'liga pichoq olib bir doira yasadi. Qissa shu yerga yetganda tong otdi. Shahrzod hikoya aytishni to'xtatdi. 11-trek. 14-kecha. Ey saodatli shoh, deb davom etdi Shahrzod. Qalandar hikoyasini davom ettirib debdi. Shohning qizi doira ichiga bir narsani yozdi. Kishi tushunmaydigan bir narsalarni o'qidi. Birozdan so'ng uy qorong'ilasha boshladi. Birdan qo'rqinchli badbashara dev kirib keldi. Biz xavf ostida qoldik. Malika unga lo ahlan va lo sahlan, ya'ni senga makon ham yo'q, rohat ham, dedi. Dev darrov sher suratiga kirdi. Ey xoina, sen ahdni buzding. Bir-birimizga zarar bermaymiz deb va'dalashmagan edikmi? Dedi dev qizga. Ey mal'un, dedi qiz. Qani senda ahd? Kelganini ol bo'lmasa, dedi-da, dev og'zini ochib qizga hujum qildi. Qiz tezlik bilan sochidan bir necha tolalarni yulib olib, bir narsalar deb shivirlab silkitgan edi. Soch tolalari o'tkir qilich tusiga kirdi. Qilich bilan sherni urib 2 nimta qildi. Birdan sherning boshi chayonga aylandi. Malika katta ilon tusiga kirib devga hujum qildi. Chayon burgutga, ilon karkasga aylandi. Ancha urushdilar. Jin qora mushukka, qiz bo'ri tusiga kirdi. Ko'p olishdilar. Mushuk yengildi. Birozdan keyin dev o'zgarib bir katta qizil anorga aylandi-da, saroydagi hovuzga borib tushdi. Bo'ri anorni olib otdi. Anor yerga tushib yorildi. Donalari hamma yoqqa sochilib ketdi. Yer anor donasiga to'ldi. Bo'ri xo'rozga aylandi. Donalarni terib yeya boshladi. Bitta ham dona qolmadi. Xo'roz allaqanday narsa yetishmaganday tinchsizlanib tipirchilar, qanot qoqib qichqirar, bizlarga ham allaqanday ishora qilgandek har tomonni aylanardi. Birdan hovuz burchagida qolgan bir dona anor donasiga ko'zi tushdi. Uni olish uchun sakrab otildi. Biroq dona hovuzga tushdi. Baliqqa aylanib suv ostiga bekindi. Xo'roz juda katta baliq suratiga kirdi. Baliqning ketidan sho'ng'idi. Ancha vaqt o'tdi. Birdan shovqin-suron ko'tarildi. Biz xavfga tushdik. Dev shu'la shaklida paydo bo'ldi. U og'zini ochar, uning og'zidan, ko'zlaridan, burnidan tutun aralash o't chiqardi. Keyin malika chiqdi. U xuddi bahaybat laxcha cho'g' edi. Jin bilan olisha ketdi. Bir-biriga o't sochishar, bizga ham o't sachrardi. Malikadan sachragan o't zararsiz, ammo devdan sachragan o't zarar keltirardi.
Bir cho'g' mening ko'zimga tegib, bir ko'zimni nobud qildi. Men hamon maymun tusida edim. Bir o't parchasi shoh yuziga yopishdi. Yuzining pastki yarmini, pastki jag'ini, tishlarini o'pirib ketdi. Katta bir o't tavoshiy ko'kragiga kelib tegdi. U o'sha onda kuyib o'ldi. Biz ham hayotdan umid uzdik. Birdan allaqayerdan yengdi degan ovoz eshitildi. Qarasak, malika devni kuydirgan ekan. Dev ko'z oldimizda bir siqim kul bo'lib yotardi. Qiz bizlarga qarab, bir jomda suv keltiringlar dedi. Suv keltirildi. Suvga qarab bir narsalar so'zladi. Qutqaz, avvalgi asliga kirit deb suvni menga sochdi. Seskanib ketdim. O'sha on qadimgi holimga qaytdim. Lekin bir ko'zim yo'q edi. Qiz, "Olov, olov" deb baqirdi shohga qarab. "Otajon, men ortiq yashay olmayman. Men devlar bilan kurashni mashq qilmagan edim. Odamiylardan bo'lganda allaqachon o'ldirar edim. Anor donasi sochilganda men kuchdan toldim. Devning ruhi bor bir donani topolmay shoshdim. Uni olganimda allaqachon o'ldirgan bo'lardim. Lekin u suv ichiga kirib, yana baliq suratida paydo bo'ldi. Yer ostida, suvda, havoda va u bilan qattiq kurashdim. U menga o't sehrini qo'llashiga qadar men unga har turli sehr bilan daf qilar edim. U ham menga qarshi boshqa bir sehr bilan mudofaaga o'tar edi. O't sehridan juda kam kishilar sog' qoladilar. Lekin qo'lim baland keldi. Men uni bunda ham o'zimdan oldin kuydirdim. Lekin men o'laman, dedi u. Oradan ko'p vaqt o'tmay, uning ko'kragidan qop-qora o't ko'tarildi va tezda yuzlariga ham tarqaldi. U yig'lay boshladi. Bizlarga termilar edi. Birdan devning kuli yonida o'zi ham bir hovuch kulga aylandi. Buni ko'rgan shoh qolgan soqollarini yula boshladi. Yuzlariga urar, kiyimlarini yirtar edi. Men ham o'zimni yerga urib yig'ladim. Saroy ma'murlari, amirlar, vazirlar kelishdi. Xushsiz holatdagi shoh va uning yonidagi ikki hovuch kulni ko'rishdi. Ular hayron bo'lib shoh atrofida turar edilar. Shoh hushiga kelgach, qizi bilan dev voqeasini so'zladi. Eshituvchilarning fig'oni ko'kka ko'tarildi. 7 kun aza tutdilar. Shoh katta sag'ana yasatib, qizining kulini unga soldirdi. Qandillar ostirdi. Devning kulini ko'kka sovurdi. Bir qancha vaqtdan so'ng shoh kasal bo'ldi. Bir oy chamasi qattiq xastalanib yotdi. So'ng sihatlanib meni chaqirtirdi. "Ey yigit, sen kelguningcha biz farog'atda yashar edik, tinch va shod hayot kechirardik. Sen orqali biz ozmuncha azoblanmadik. 100 ta erkakka arzirli, sevikli qizimdan ayrildim, tishlarimdan ayrildim. Qattiq yarador bo'ldim. Tavoshi halok bo'ldi. Shuncha tashvishlarga sabab bo'lgan xunuk basharangni ko'rishga endi toqatim yo'q. Omon eson jo'na", dedi shoh. Qayg'u bilan yo'lga chiqdim. Omon qolishimga ishonmas, qayerga borarimni bilmas edim. Kechirgan kunlarimni o'ylay bir oy yo'l yurdim. Hind shahriga kirib borishim, qaroqchilar hodisasi, tikuvchi oshnam, o'tinchiligim, yer ostidagi ishlarim, devning maymun qilib sehrlagani va nihoyat shoh huzurida bo'lishim hammasi birma-bir ko'z o'ngimdan o'tar edi. Qayg'urib shu baytlarni to'qidim. To'ldi sabrim kosasi og'uga sipqordim uni. Dildagi achchiq alamlarga qo'shib qordim uni. Bu ko'ngil achchiq qanoatlar giriftori edi. Barcha bilsin kim ichib og'uni qutqordim uni. To'ldi qon zardobga dil hajringda men qutqargali nashtari kipriklaring o'ylab turib yordim uni. Yelkamdagi bu g'am yukini tog' ko'tara olmas, fillarga tushar larza-yu titroq ko'tara olmas. Vaqt yetsa ajal sharbatidan no'sh etishing bor, ichganda uni xoh kasalu sog' ko'tara olmas. Kelganda xazon fasli chamanga to'kilur barg, eskanda shamol achchig'i yaproq ko'tara olmas.
qilganda bayon sharhiy g'amimni oqadir yosh, tinglashda uni do'st ila o'rtoq ko'tarolmas. Faqat bir ko'zim ko'r bo'ldi, ammo jonim omon qoldi deb yana o'zimga o'zim tasalli berib sevinardim. Hammomga bordim, soqollarimni qirdirdim, yo'lga tushdim, oylab yo'l yurdim, ko'p shaharlarda bo'ldim, Bag'dodni orzu qildim, bu voqealarni Bag'dod xalifasiga yetkazishga qasd qildim. Shu kech Bag'dodga yetib keldim. Yo'lda qayoqqa borarimni bilmay turgan edim, ikkinchi qalandarni uchratdim. U bilan so'zlashib turar edik. Uchinchi qalandar kelib salom berdi. Men g'arib musofirman dedi u. Bizlar ham g'ariblarmiz deyishdik. Biz 3 kishi yo'lga tushdik. Bizlar bir-birimizning voqea va sirlarimizni bilmas edik. Qorong'ida yurish mumkin bo'lmay qoldi. Shu eshikka kirdik. Bir ko'zimning ko'r bo'lishi, soqol qirdirishimning sabablari shu, debdi qalandar. Boshingni qutqaz, yo'lingga jo'na, debdi beka. Birodarlarim voqeasini eshitmaguncha ketmayman, debdi qalandar. Uchinchi qalandar o'rindan turibdi. Uchinchi qalandar hikoyasi. Mening hikoyam, debdi u so'z boshlab, bularnikidan ham ajibroq. Bular majburiyat ostida soqol qirdirgan, bir ko'zdan ajragan bo'lsa, men o'z xohishim bilan qilganman. Men shoh o'g'li shahzoda edim. Otam o'lib, o'rniga shoh bo'ldim. Adolat bilan hukm surdim, fuqaroga yaxshilik qildim. Dengizda kezishni yaxshi ko'rardim. Shahrimiz suv ustida edi. Dengiz keng, ko'pgina jaziralari bor edi. Suvda 50 ta savdo, 50 ta kichik yo'l va 50 ta urush qurollari bilan jihozlangan harbiy kemalarim kezar edi. Ko'ngil jaziralar tomoshasiga mayl qildi. Bir oylik oziq-ovqat g'amlab 10 ta kema bilan yo'lga chiqdim. 20 kun yo'l yurdim. Bir kecha yo'lda kezar edik. Telba shamol qo'zg'ala boshlab, hamma yoqni qorong'ilik bosdi. Bu hol tong otguncha davom etdi. Keyin to'lqin tinchlanib, kun ham chiqdi. Bir jaziraga yo'l soldik. U yerga tushib qozon osdik, ovqatlandik. 2 kun shu yerda dam olib turib qoldik. Yana 20 kun yo'l yurdik. Birdan kemamizga suv kirdi. Kemachi oldini ham suv bosdi. Kemachi dengizni ko'ra olmay qoldi. Dengizga qarachi, dedi nazoratchiga. Nazoratchi chiqib, diqqat bilan o'ngu so'lni tekshirdi. O'ng tomonda, dedi u, suv yuzida bir baliq ko'rdim. Suv o'rtasida esa bir narsa bor. Ba'zan oqarib, ba'zan qorayib ko'rinayotir. Bu so'zni eshitib kemachi boshidan sallasini olib yerga urdi. Soqollarini yula boshladi. Bizlarga qarab, "Ogoh bo'linglar, hammamiz halok bo'lamiz, hech kim qutula olmaydi" deb yig'lay ketdi. Bizlar ham qo'shilishib yig'lashdik. Men kemachidan nazoratchining ko'rganlarini so'radim. "Ey shohim", dedi u. "U kungi to'polondan so'ng 2 kun qo'nib, yo'lga chiqqanimizga 20 kun bo'ldi. Shu kundan boshlab noto'g'ri yurayotgan ekanmiz. Ertaga Ohanrabo tog'i deyilgan Qoratosh tog'iga yetamiz. Suv bizni kuchlab u tomonga tortayotir. Kema mixlarini Ohanrabo o'ziga tortadi-da, kema taxtalari ajralib, buzilib ketadi. Qadimdan bu tog' yonida ko'p kemalar xarob bo'lib kelgan. Dengiz qirg'og'ida 10 ta ustunga o'rnatilgan sariq misdan yasalgan gumbaz bor. Qo'lida mis nayzali bir kishi gumbaz ustidagi sariq misdan yasalgan ot ustiga minib o'tiradi. U kishining bo'yni qo'rg'oshindan yasalib, ustiga xatlar yozilgan lavha osig'liq. U kishi otga minib turgan paytda odamlarni albatta halok qiladi. Faqat otdan tushgan vaqtidagina undan qutulish mumkin. Bizlar har birimiz halok bo'lishga jazm qildik. Har kim o'z yaqini bilan uzr-ma'zur aytishdi. Shu kech uxlamadik. Tong otgach toqqa yaqinlashdik. Suv bizni kuch bilan tortar edi.
Kema toqqa yaqinlashgach, uning mixlari, temirlari sug'urilib, Ohanrabo tomonga uchdilar. Kema taxtalari bilmadim necha bo'lak bo'lib ketdi. Kechki payt qarasam, tog' yon bag'ridaman. Ko'plar suvga cho'kkan, juda oz kishigina omon qolgan bo'lsa kerak. Lekin omon qolganlardan ham, to'lqin har tomonga olib borib tashlaganlardan ham xabarsiz edim. Aylanib tog' ustiga chiqish uchun xuddi ataylab qilingan zina singari bir yo'l topdim. Qissa shu yerga yetganda tong otdi. Shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi. 15-kecha. Ey saodatli shoh, deb davom etdi Shahrizod. Qalandar sarguzashtini so'zlashda davom etibdi. Salomat toqqa chiqdim. Omon eson qolganimga behad xursand edim. U yerda gumbazdan boshqa pana joy yo'q edi. Gumbaz ichiga kirdim, namoz o'qib uyquga ketdim. Uyqumda kimdir birov menga uyg'ongach, oyog'ing ostini kovla. Bir qancha narsalar yozilgan 3 ta qo'rg'oshin o'q bilan bir mis kamon chiqadi. Uni olib ot ustidagi kishini ot. Bu baloyi azimdan kishilarni qutqar. Sen otgach, otliq suvga yiqiladi. Kamon qo'lingda qoladi. Kamonni o'z joyiga yashir. Shu vaqtda suv tog' tepasigacha ko'tarilib, toqqa baravarlashadi. U yerga mis kiygan bir kishi qayiq haydab keladi. Qayiqqa o'tir. 10 kunda u seni Ofiyat daryosiga yetkazadi. U yerda o'z tomoningga ketadigan kishini topasan. Cho'chib uyg'ondim. Uning aytganiday qildim. Yer qazib kamonni topdim. O'q otib otliqni qulatdim. U daryoga ag'anadi. Kamonni o'z joyiga yashirdim. Dengizda to'lqin boshlandi. Suv ko'tarilib toqqa baravarlashdi. Bir daqiqa ham vaqt o'tgan yo'q ediki, dengiz o'rtasida bir qayiqqa ko'zim tushdi. U men tomonga kelardi. Kema yonimga suzib yetgach, ko'kragiga bir turli xatlar yozug'liq qo'rg'oshin osilgan mis kiyimli kishini ko'rdim. Indamay qayiqqa o'tirdim. 10 kun yo'l yurdik. Qarasam, tinchlik jazirasiga yetibmiz. G'oyat shod bo'ldim. Kamoli suyunchimdan o'zimga so'zlay boshladim. Takbir, tahlil aytdim. Kemadagi kishi meni suvga tashladi. U o'z yo'liga qaytdi. Shu kun kechgacha suvda suzdim. Qo'llarim, oyoqlarimda mador qolmadi. Kuchsizlandim, xavf bosdi. O'lamanmi degan edim, birdan qattiq shamol qo'zg'alib, to'lqin yana avj oldi. Kuchli bir to'lqin meni qirg'oqqa irg'itganini o'zim ham sezmay qoldim. Kiyimlarimni yechdim, siqib quritish uchun tosh ustiga yoydim. Kech kirdi, uyquga yotdim. Tong otdi. Kiyimlarimni kiydim. Borish yo'limni mo'ljallab atrofga ko'z soldim. O'rmonzor yaqin edi. Unga kirib boshdan oyoq kezdim. Men turgan joyning atrofi suv bilan o'ralgan kichik bir jazira ekanini bilib hayron bo'ldim. Bir kulfatdan qutulib, ikkinchisiga yo'liqayotganimga taajjublanardim. Bundan ko'ra o'lganim yaxshiroq deb qayg'urdim. O'z fojialarim ustida o'ylanib, o'zimga o'lim tiladim. Shu vaqt uzoqda ancha odamlar bilan bir kema ko'rindi. Diqqat bilan qarasam, kema men turgan jazira tomonga kelar edi. O'rnimdan turdim. Bir daraxt ustiga chiqdim. Kema jaziraga yetib kelib to'xtadi. Kemadan 10 kishi tushdi. Hammalarining qo'llarida kuraklari bor edi. Ular shoshilib jaziraning o'rtasiga borib to'xtadilar-da, bir yerni kovlay boshladilar. Bir eshik ko'rindi. Eshikni olib, yer osti yo'lni ochdilar. So'ng yana kemaga qarab yo'l soldilar. Kemadan un, yog', go'sht, asal va boshqa oziqalarni haligi joyga tashlay boshladilar. Ko'p miqdorda har turli oziq-ovqat bor edi. Ular ko'p marta qatnadilar. Nihoyat ular yangi kiyimlar kiyib chiqdilar. O'rtalarida yoshini yashagan, juda munkillab qolgan qari bir chol ham bor edi. Cholni juda ham kelishgan o'spirin bir yigit qo'ltiqlab borar edi.
Ular eshikka yetgach, pastga tushdilar. Ancha vaqt u yerda qoldilar. So'ng yigitdan boshqalari qaytib chiqishdi-da, eshikni o'rniga qo'yishib, ustiga tuproq tortishdi. Xuddi oldingisiday qilib bekitishdi. Kemaga o'tirib, yo'llariga jo'nashdi. Ular ko'zdan uzoqlashgach, men daraxtdan tushdim. Ular tushgan yer ostidagi uyga tushmoqchi bo'ldim. Tuproqni chetga tortdim. Bir eshik ko'rindi. Xuddi tegirmon toshi singari doira qilib taxtidan ishlangan qopqoq ekan. Eshikni ko'tardim. Aylanma qilib toshdan ishlangan zina bor ekan. Hayron bo'ldim. Zinadan pastga tushdim. Hayhot! U yer ipak gilamlar bilan jihozlangan, bezalgan, hashamatli bir saroy ekan. Bu qanday joy ekan? Bir ko'ray dedimda har turli naqshlar bilan ishlangan eshikni ochdim. Egarlangan, yugallangan qora bayir ot bog'liq turardi. Otni yechdim-da ustiga mindim. Minishim bilanoq u uchib ketdi. Allaqanday bir tomga borib qo'ndi-yu, meni tushirib, dumi bilan ko'zimga shikast yetkazdi. Keyin o'zi qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Tomdan tushdim. 10 ta ko'r yigit o'tirishgan ekan. Meni ko'rgach, senga joy yo'q, bevaqt kelding deyishdi. Qabul qilmaysizlarmi o'tirsam dedim. Yo'lingdan qolma deyishdi. G'amgin yo'lga tushdim. Yig'lar edim. Eng so'ng salomat Bag'dodga yetdim. Soqolimni qirdirib qalandar bo'ldim. Shu 2 qalandarni yo'lda uchratdim. Ularga salom berdim, g'aribligimni bildirdim. Ular biz ham g'aribmiz dedilar. Ko'zu soqolim voqeasi shul deb so'zini tugatibdi 3-qalandar. Boshingni qutqaz, yo'lingga jo'na debdi beka. Bu yo'ldoshlarim sarguzashtini eshitmaguncha ketmayman debdi u. Beka xalifa Ja'far Masrurga qarabdi. Sizlar ham debdi u, o'z sarguzashtlaringizni so'zlanglar. Ja'far o'rnidan turibdi-da, kirishda eshik ochuvchiga aytgan so'zini takrorlabdi. Ba'zilaringiz uchun ba'zilaringizni kechirdim debdi beka. Shunda xalifa qalandarlardan qayoqqa borasiz deb so'rabdi. Qayoqqa borishimizni bilmaymiz deyishibdi ular. Biznikiga qo'ninglar debdi xalifa. Keyin Ja'farga bularni olib bor, ertaga mening huzurimga olib kir, voqeani yozdiramiz deb buyruq beribdi. Bosh ustiga debdi Ja'far. Xalifa o'z qasriga jo'natdi. Kechasi uxlolmay tong otgach taxtga o'tiribdi. Saroy ma'murlari to'plangach shoh Ja'farga kechagi 3 juvonni ham, ularning itlarini ham, qalandarlarni ham keltir debdi. Ja'far ularni xalifa huzurida hozir qilibdi. Ja'far ularga qarab, kecha bizlarni tanimagan holda ko'rsatgan karamlaringiz uchun sizlarni kechirdik. Men sizlarni ogohlantirishim kerak. Hozir sizlar Abbosiy xalifalarning 5-avlodi xalifa Harun ar-Rashid huzurida ekaningizni bilingiz. Faqat to'g'ri so'zlangiz deb ogohlantirdi ularni. Eng oldin xotinlarning kattasi so'z boshlabdi. Mening boshimga tushgan hodisa ko'z oqlariga nina bilan yozarli ibratomuzdir. Qissa shu yerga yetganda tong otdi. Shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi. 12-trak. 16-kecha. Ey saodatli shoh deb davom etibdi Shahrizod. Beka shunday debdi. Bu 2 kuchuk tug'ishgan singillarimdir. Bir otadan 3 qiz edik. Badanida qamchi izlari ko'ringan bu 2 qiz ona boshqa, ota bir singillarimdir. Otamiz o'lgandan keyin merosdan har kim o'z hissasini oldi. Bir necha kundan so'ng onamiz ham qazo qildi. Onamdan 3000 dinor pul qoldi. Har bir qiz 1000 dinordan bo'lib oldik. Men eng kichigi edim. Opalarim o'zlariga jihoz qilib turmush qurishdi. Bir qancha vaqt birga yashaganlaridan so'ng har 2 kuyov ham safarni ixtiyor qildilar.
mol to'pladilar, xotinlaridan 1000 dinordan pul oldilar. Hammalari birga yo'lga chiqdilar. Men yolg'iz qoldim. Ya'ni mening haqimda og'iz ham ochmadilar.